Ayniqsa oxirgi debatni ko'rgan bo'lsangiz kerak. Odamlarda kayfiyat zo'r. Bu kayfiyat bizga ham ko'chdi. Mana Bosma to'plangan gazetani ham o'rni juda ham muhim jamiyatda. Biz gazetachilar nima qilamiz? O'sha narsani, o'sha voqea, tadbirni olamiz, uni tahliliy qilib beramiz. Sohaga zamonaviy yondashuv, sun'iy intellekt, raqamlashib kelyapti. Endi gazetani yo'q qilamiz degani bu xato. Savol bor. O'zingizni ishlab turgan gazetangiz, o'zingizni hududda gazeta qancha chiqyapti? Bugungi kunda rivojlantirish 500 ta chiqyapti. 500 ta chiqyapti. Zato javob beradi. Chiqmaganmi? Tumanni harakat qiladi. Aholisi qancha? Tumanni aholisi qancha? Zato Zato o'sish bormi? O'sish bor. Qanday qilib bu yerda elektronroq qaraydigan bo'lsak, gazetalarga ehtiyojimizni oshiradigan bo'lsak, qanday qilib rivojlantirishimiz kerak? Jarayon nima ta'lim? Xohlaganda Instagram blogga tushishi mumkin. Bu deklaratsiya misolida aytishimiz mumkin. Jamiyatga chiqayotgan qaror farmonlar yoki qayerda o'chirishi boshqasi hammasi gazetaga yoziladi. Mayli bir kun, bir hafta keyin chiqsa ham bu arxivga saqlanadi hammasi tarix. Agar gazetani buncha asosdan chiqib boshlanmaydi. Bitta savolim borda. Telefoningiz bormi? Telegramingiz bormi? Facebookingiz bormi? Instagram bormi? Siz gazeta siz nima qilyapsiz? Gazeta не заказанный muzika nechuk o'ynaydi. Fikr keldida, mana bizning gazetamizda 6 ta xodim bo'lsa, 6 tani 2 haftada bir marta chop etamiz. Turbit gazeta chop etamiz. Turbit uchun 6 kishi 2 hafta yuramizda, dangasaroqmiz ekanmiz. Farzandlarimga gazeta oling, o'qing desam, imkoniyat yaratsa, gazeta o'qiydi. bu yerda boshlangan muhokamalar bu yoqqa ko'chdi, xalqqa ko'chdi. Xalq ham qiziqdi. Hamma jamoa zo'r ishladi. Men bilamanki, ishonamanki, bunaqa jamoa bilan, bir-biringlar bilan hamkor bo'lib, barcha ijodkorlar bir-biri bilan hamkor bo'lib, albatta hududni ijodiy muhitini ham rivojlantirasizlar. Va mana shu debatdan bosh maqsad ham shu ediki, bir-biringlar bilan masalan, men teskari qo'yib qo'yishim mumkin edi. Sizlar axborot xizmati men bilan gazetachi bo'lganda bu yerda boshqacha bo'ladi, bu yerda talash bo'ladi, bu yerda tortishuv bo'ladi. Va eng asosiysi biz yechimlar haqida gaplashdik.